Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ko'pchilik izlab yurgan, ko'pchilik niyat qilib yurgan xonadonimiz sotuvga chiqdi. Barcha jihozlari bilan neoklassik asosida ishlangan shu fayzli xonadonimiz sotiladi ekan. Qaranglar, ajoyib pardalari bor, ayna ustar kursilari, chiroyli lyustralar qo'yilgan. Barimizda yana TV zona, chiroyli smart televizorlar asib qo'yibdilar. Xiva Best House qurilish kompaniyasining Instagram profilini ekranda chiqarib beramiz. Bemalol o'tib ishlarni ko'rib borsangiz bo'ladi. Temurbekni kottejlari bo'ladi bu. Xiva shahrida Selkazavodni aldi tarafida joylashgan. Ko'pchilik biladi, Kosmobod orientir. Yana oyoq temizda chiroyli gilamlari bor va laminat bo'lgan polностью отопленияsi ham bitgan. Sizlarga birinchi chetdan planlari bilan narx-navo, kvadrat metr hamma ma'lumotni aytib o'tamiz. Oxiridan ko'ringlar videomizni. Yana yerimiz, zalimiz, go'stik. Xo'p, bon tarafimizda yana Dolan hol, yana kottejimizning aldi tarafida katta bog'i bor, gul joylari, mashin qo'yadigan mestalaringiz bor. Fasadlari ishlab topshiriladi. Xudo xolasa 190 kvadrat metrga joylashgan. 100% pishgan ruch va plitadan bosilgan. Mana eshikdan kirib kelganimizdan oyoq temizligina kafillar bosilgan. Devorlarimiz полностью обой bo'lgan, chiroyli, skromniy обойlar bosilgan ekan va потолкimiz natijnoy, chiroyli figurat ishlangan. O'ng qo'limizda garderob joyimiz yana. Mebellar уже установка bo'lgan. Chap qo'limizda rakovina joyingiz. Oynalari cho'kkatib o'rnatilgan edi. Современный dizaynda ishlangan. Hurmatli obunachilar, berimizda yana ustar kursilari, oilaga o'tiradigan dalaningiz bor, televizorlaringiz bor, ajoyib lyustralar qo'yilgan. Birinchi chetdan aytadigan bo'lsak, yana barimizda spalniy, bon tarafimiz детский spalniy, sağ zal, doğruda kuxnya, orqa bog'i bor va sanuzil. Birinchi o'ng qo'limizdagi spalniyimizni ko'rsatamiz yana. Spalniyimizning ko'rinishi qaranglar, ajoyib spalniy mebellari bilan barimizda yana go'rtusda trimolari va beda sandiqchalari bor. Общем, ajoyib lyustralar qo'yilgan. Ahamiyat berasizlar, beda svetильниклari bor. Telefon qo'yadigan mestalari, sharoitlar premium darajada условияda berilgan edi. Eshiklarni ham ahamiyat berasizlar, ajoyib suvda sachishmay eshiklar qo'yilgan. Magnitli ruchkalar bilan, общем, bez porog etib laminat bosilgan ekan edi. 400 dolanda batareyamiz bor. Hamma xonada batareyalari bor, отопление bo'lgan. Berimiz farzandlaringizga ajoyib детский komnatasi bo'ladi edi. 2 dona sharobatlari bor. Tegi ochiladigan xiylayna, xudo xolasa. Bemalol yana farzandlaringizga chiroyli eski spalni qilaverasizlar. Bu yerda shkaflari bor. Yana 4li, ichida seyfi bor. Ajoyib shkaflar qo'yilgan yana. Aziz obunachilar, oboydan chiqib turibdi spalnimiz yana. Zo'r gap yo'q. Niyat qilib yurganlar, like'lar, ayamanglar, xudo xolasa sizlarga ishning fayzli xonadonlarini ko'p chiqarib borishga davom etamiz. Berimiz sanuzil, yana sanuzilning ichining ko'rinishi полностью kafildan chiqqan. Ajoyib rakovinalarimiz bor, barimizda dushovoylar qilingan, yana xudo xolasa smesitillari, hamma narsasi maksimal darajada ishlov berilgan. Yana bu yerda kotel joylashgan, mo'rlarimiz zakriti, cho'tkatib, milliy dizaynda ishlangan. Unitazlari hamma sharoitlari bor. Boni topishkasidan qo'yilgan. Gap yo'q, lekin Temurbek ishlaringiz omad. Charchamang. Xalqimizga shunday fayzli xonadonlarni ko'p sotib chiqargaysiz. Xalqimiz xudo xolasa sizdan xonadon sotib olaversinlar. Ko'pchilikka ma'qul emasmi shunday xonadonlar, do'stlar? Lishni menga ma'qul kelibdi. Ko'pasini shunday xonadonlar Xivamizda kuxnyamizni ko'rinishini yurtsa, kuxnya mebellarini eng oxirgi modadagi mebellarni qo'yganlarni skromniy, matoviy svetda mebellar. Berimiz ham matoviy. Berimiz yana ruchkasi yo'q. Yana beklistlar o'zi beklanadi yana. O'zi tortadi. Berimiz ham xuddi shunday yana. Yulka qashib qo'yaverasizlar. Gaz plitangiz, vitishkangiz, mo'yka joyingiz, emonda yana xudo xolasa 6 kilolik avtomat kirmashinlar paketida do'stlar ochilmagan. Bedina двухэтажный холодильникlar, bular ham paketida ochilmagan, ishlatilmagan hali. Yana xudo xolasa kottejimizning orqa tarafida bog'imiz bor. Bedan batareyasi bor. Endi oilaga o'tiradigan mesta qilsangiz ham bo'ladi bu yerda.
Xo'p, hujjatlarga keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, kadastr hujjat ko'rmayincha biz video obzor qilmaymiz, xalqimizga patrat joylarni tavsiya qilmaymiz. O'zingiz yaxshi bilasizlar. Ina kadastr hujjati 6000 kvadrat metri xususiylashtirilib turibdi. Bu yerda notarius pechatlarini, kottejlarimiz sotilgan, yonboshdagi kottejlarimiz. Xudo xolasa muammo bo'lmaydi hujjatlardan. Bemalol kadastrda tekshirib notarius olsa qilaverasiz. Temurbekdan ko'pchilik obunachilarimiz aramizda xarid qilib qo'yganlar bor uy-joy va eslatib o'tamiz, yonboshimizdagi kottejlarimiz sotilgan. Ularning hujjati ham xudo xolasa hafta 10 kun ichida bitadi ekan. Общий 120 dona kottej qurilyapti. 70-80% почти qurilish davomida bo'lib turibdi hozir. Qolgandan shu 2025-yilning oxiridan bitkazamiz deb turibdilar inshaalloh. Yana 20 000 kvadrat metrga joylashgan kottejlarimizning hujjati tez arada bitadi. Hafta 10 kun ichida. Ular mana bemalol zot qilaverasizlar. Tanlab xarid qilaverasizlar. Korobka holatida, karuj holatida va shuning premium daraja ishlangan chiroyli xonadonlar sotuvda bor edi. Planlashtirasizlar. Variantlarga keladigan bo'lsak, mashina barter bor, yetmaydi durara, van bor. 1 yil 2 yil durib beradilar xudo xolasa. Endi aniq ayta olmayman, bu kottejimizda 2 yil durib beramlar yo'qmi? Boshqa kottejlarimiz bor. Endi to'liq ma'lumotni ekrandagi nomerdan bilib olaverasizlar, lekin bu kottejimiz ham duradigan varianti bor dedilar. Xudo xolasa. Menimcha kerakli ma'lumotlarni berib o'tdikdan umiddamiz. 190 kvadrat metrga joylashgan hozirgi ko'rib turgan kottejimiz. Hurmatli obunachilar, qo'ldan kelincha maksimal darajada shu videomizga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Biz sizlarga Xivodan eng zo'r yangiliklarni aytib borishda davom etamiz. Do'stlar, ushbu videomizni yashashga tayyor 100% pishanka urishdan sifatli dizaynerskiy chotki stilda high-tech neoklassika asosida kottej izlab yurganlar bo'lsa aramizda ushbu videomizni srochni jo'natib qo'yaverasizlar. Kamdan kam sotuvga chiqadigan holat, o'zingiz yaxshi bilasizlar. Ko'pchilikning talabi. Keyingi video obzorlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.